18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yigitlar ayni damda o'zlashtirishi kerak bo'lgan disiplinani qanaqa qilib kuchaytirishi yo'lini hozir o'rgataman. Bu juda ham zo'r usul, oson. Puli borlar uchun va puli yo'qlar uchun ham. Buni qiz bolalar qilsa ham bo'ladi. Tak, unda boshladik. Bir oyni kichkina maqsad qilib olamiz. Ya'ni kichkina seldan boshlaymiz. Bir oy davomida har kuni 10 tadan отжимание agar qila olsangiz, qiz bolalar 10 tadan приседание va ishlab yurganlar, puli borlar har kuni davomida kichik summa, juda ham kichik summa, 10 ming so'm ham bo'ladi boshlanishiga. 10 ming so'mdan tashlab borasiz, 10 ta отжимание qilib borasiz va buni bir kunda ham bez нарушения qilishga o'zingizga va'da berasiz. Telefonga zametka qilib, budilnikka qo'yib bo'lsa ham buni yo'lini o'ylab topasiz va o'shanda bir oydan keyin men sizga keyingi bosqichda aytaman.